Kecha onamga qo'ng'iroq qildim. U vafot etganidan keyin telefon raqami hali ham ishlayotgandi. Uning ovozini so'nggi marta aynan o'sha raqamdan eshitganman. O'ylanib qolgan paytlarimda qo'ng'iroq qilaman. Uzoq gudok ovozini eshitaman. Agar telefonni ko'tarmasa, qo'shninikida bo'lsa kerak deyman yoki bozordadir deyman. Chunki onam hali ham bu telefon degan matohni qanday ishlatishni o'rganmagandi. Keyinroq yana qo'ng'iroq qilaman deyman o'zimga o'zim. 1 yildan beri shu ahvol. Ey aziz do'stim, birodarim, opam, dugonam, singlim, agar onangiz hayot bo'lsa, borib ko'ring, tez qo'ng'iroq qiling. Chunki keyin juda ko'p qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ammo hech qachon go'shakni ko'targan inson onangiz bo'lib qolmaydi.